Assalamu alaikum ayımlar жана мырзалар. Бүгүн биз Өзгөн мал базарында турабыз. 2026 январ. Бүгүн балалуу уйларды көрсөткөнгө аракет кылабыз. Реалдуу баларды тартканга. Андыктан бизге катталып лайктан басып, комментарий жаза кетиңиздер. Бизди колдоп поддержка тебе кетиңиздер. Торпокту уйду канча дедиңиз ага? 200 lira edip koydum. 200 ming so'm deydi. Balasi erkek urachı? Balasi erkek ekan. Kunazın özü de. O'zi Qunajim, qanchachı balasi? Birinci. Birinchi balasi deb, biroq ikkinchi balasi o'xshash ekan. Bozor berdi, bermadi? Qancha berishdi aldı? Aldı 180 lira. Aldı 180 ming so'm beribdir. Tamam, beribdi. 200 ming so'm deydi. Sazarsa? Birinchi balasi deydi. Mana yerda da bir bala o'tiradi, shunda atalta ketarcha. Ya qancha dedingiz aka? 135 ming so'm deydi uyda. Balasi erkek urmoqchi? 135 mi? Balasi erkek ekan. So'dangizni bersin aka. Qanchani tug'an uy bu? 5-6 tug'an uy ekan. So'dangizni bersin aka. Qancha ukam? 140 ming so'm deydi. Birinchi balasi u. Balasi erkek urmoqchi? Qancha berdi bozor? Bozor beriladi. Ha, yaxshi. Bavul aka. Bavul. Qancha verdingiz? 225 bo'ldi. Ekono. Bermedi aka. Aka içinde chiqib qolsa aka. 225 ming so'm deydi. Mana uyda ekono. Berdi biroq 225 ming berdi. Balasi erkek ekan mana. Turpoq. Mana da bir o'tirib, mana bu. Qancha ekan ava? 200. Aka qancha dedingiz? 200 ming so'm deydi buni. Cho'ng ekan. Turpoq erkek ekan. 3-chi balasi ekan. Bozor qancha berishdi? Hem geldingizmi? So'dangizni bersin aka. Buni daha bir o'tiradi. Qancha ekan bala bu? Senasi 800 ming. Senasi 800 ming deydi. Balasi urg'och ekan. Bozor qancha berdi? Bozor bermadi. So'dangizni bersin. Qancha ekan? Bala bu. 200 ming kam var dedi. Uy cho'ng ekan. Balasi erkek urg'ochmi? Urg'och. Bozor qancha berishdi? 81. 181 berdi, aldı, bermedin ha? So'dan bersin o'zi. Sizlik qancha ekan aka? 180 ming so'm deydi. Balasi erkek urg'ochmi? Qachon tug'di bu? Qancha bo'ldi tug'ilgandan? Bir juma bo'ldi. Balasi erkek ekan, 180 ming so'm deydi. So'dan zarb bersin aka. Sütü var ekan yaxshi. Qancha ekan aka sizniki? Ana balam ko'rayinde o'tadilar, shu balam ham ko'rdim. Qancha dedingiz aka? Chiqarib qo'ysin palvon. 200 ming so'm deydi. Bizni tortib kelishdi. Bo'ldi aka, mana Ergash aka salom aytdi. Alaykum assalom. Assalomu alaykum, yaxshimi? Rossiya silab qo'yingiz aka bo'lsa. Xudo xolasa mollar yaxshi, mana 200 ming kem var, mana palvon 10 litr suti var, egasi onovi 10 litr sütü var ekan aka. Uydun. ikkinchi bolasi. İkinci Bozor balası. qanday o'tadi? Bozorda ham aytib qo'ying aka. Xudo xolasa yaxshi. Aytov. Uranto. Bazar yaxshi ekan aka. Yaxshilab tatib. Bo'ldi aka. Bazar aldı qancha berdi shuga? Ber. 180 qildi. 180 qildi bermedingizlar aka. Ha, yaxshi aka. Bazaringizlar bersin. Sütü og'ida jonivorning. Mana yerda daha bir uy bavul o'xshaydi. Qancha berdi aka? Bitta aka. Akam tartibli qo'y dedi, cho'ta. Bo'ldi aka. Dehqon o'xshaydi cho'ta, olib sotarlar. Dehqon tartibli deb qo'ydi. Qancha ekan aka? No. 330 ming so'm dedi, no bala qo'ydi. Bozor qancha qildi? Balasi erkek urg'ochmi? Balasi urg'och ekan. 315 ming so'm qilib turish uyda. Jilinderda cho'nkim biroq 315 qiladi. Bilmayman, aytib qo'yaveradi endi bularda. Sherigi qancha ekan aka, to'g'ri? 240 ming so'm deydi. Buni balasi erkek o'xshaydi, ha? Buni balasi erkek ekan, biroq cho'ng ekan. Buga qancha berishdi bozor? 220 berdi, bermadingizmi? 218 berdi, beribdir aka. So'dangizni bersin aka. Do'stim qancha ekan turpoq? 200 ming so'm deydi. Bozor qancha qildi aldı? 170 170 balasi erkek urg'ochmi?
Баласы оңач. Қанчанчы баласы? Üçüncü balası dedi. Buydu. Sodan başında olsun. Kança dediniz aka? 170. 170 bin son dedi. Balası erkek urgaçı mı? Urgaçı mı? Kança verdi pazar? Kança verdi al. Kança verdi aldı. Aldı kança verdi. 150. Aldı 150 bin son kılıptır. Sodanızdı versin aka. Bu жақсы uy ekan ana. Sizdeki kança ekan aka? 150. 150 bin son. Balası erkek urgaçı mı? Kurtlar жақсыnaqa ekan. Urgaç ekan. Pazar kança kıldı bu? Pazar kılap tur bu, azık kelip tur. Kızıl oydu kança dediniz? 160. 160 bin son. Bak kançanчы balası bu? Ha? 3. balası. Erkek urgaçı mı? Urgaçı 160 bin son dedi. Baba oydu. Pazar kança kıldı? Kirip atkanda kıladı o. Sıran başında. Aga. Kança dediniz? 150 bin son kılıptır pazar. Babası urgaçı mı? Babası urgaç ekan. 150 bin son kılıptır. Sal eti arıgırak ekan. Pazar kança verdi oşuğa? Pazar kança verdi? Pazar bakıldı kıladı. Pazar azı berelek olmaz. Verilek mi? Sodanızdı versin ama. Жақсы satып alın. Bavul tağı. Kança dediniz? 220 lira. Ekonu mu? Oo, yeni oğlan. Erkek urgaçı balası. İçinde 3. balası. İçinde 3. balası ekan. Sos verdik. Oo, Kança verdi pazar? 202 verdik. 202 verdi, bermediniz. Sodanızdı versin aka. Ол жерде да ала уйдырат, азыр şu ала уйда bir тарта келетелчи. Kança dedin көсүм? 140. 140 bin son dedi. Balası erkek urgaç. Balası urgaç ekan, 140 bin son. Pazar kança kıldı? 110 bin son kılıptır. Erkek, ma kançanчы balası? Опасный го, töbüreyim dedi. Yok mu? Birinci balası mı? Sodanın başında olsun. Kança ekan aka sizdeki? 150. 150 bin son dedi. Bunu acın birinci balası mı? Birinci balası ekan. Pazar kança kıldı? Pazar berelek abi. Berilek mi? Ha, sodanızı versin ağa. Elde bardıq oyları baylanıp turat ekan бұл жерде. Egalары жоқ ekan biroq. Kança ekan? Kança dediniz aka? 207. Bunu tartып kettim. 200 bin so'mda otat ekan. Torpog'u boshqa bosh ekan. Birinchi balasi. Erkek urgachi balasi. Balasi urgachi ekan. 200 mingda otat ekan to'yda. Biroq o'y cho'ng ekan. Pazar qancha berdi? 163 qildi, berib edingiz. Yaxshi, kishini ko'tarsa berasiz. Kishini ko'tarsa berem deb otat ekan. Sodangizni bersin aka. Ol joqda da bir cho'ng'lar bor ekan, hozir bog'ulda to'xtatishdi. Bavul tağı ama. Bavul tağı. Kança verişti? 225 lirada. 225 lirada. Balası erkek mi? Urgaç balası. 225 bin so'm so'rabdir. Sütü var ekan biroq dadilda. Turpoq ekan, urg'och turpoq ekan. Ha, tartsak bo'ladimi, bo'lmaymi? Ha? Buni bo'lmaydi, satılib ketdi. Satılib ketdi aka. Qancha bo'ldi u? 230 bin so'm bo'lib turadi. Qancha berdingiz ha? Qancha berdi? 185 bin dedi. 185 bin berdi, bermay yotadi ekan o. Erkek urg'ochi. El suradı dedi 185 ke. 185 dedi 180 veriyor gene. El suraptır 185 ke. Ber deptir, berib yotadi ekan 180. Жақсы qilibdir aka, sodanızlarni bersin. Bizni qo'llab, like'dan basa ketingizlar. Sog' salomat bo'lingizlar. Keyingi videodan ko'rishguncha.